Fransiya davlatining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Valid Fuk Jizzax viloyatiga tashrif buyurdi. Martabali mehmonni viloyat hokimligi mas'ullari temir yo'l vokzalida kutib olishdi. Tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad ikki hudud o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirish, hamkorlikni yanada mustahkamlash va istiqbolli qo'shma loyihalarni muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Tashrif doirasida elchi dastlab EDM Jizzax avtomobilsozlik korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Korxonada zamonaviy avtomobillar ishlab chiqarish jarayonlari, ishlab chiqarish quvvatlari hamda yangi innovatsiya loyihalari yuzasidan taqdimot o'tkazildi. Mehmonga hududda sanoatni rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Shundan so'ng Jizzax viloyati hokimligida rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish, tog'-kon metallurgiyasi, avtomobilsozlik sanoati va zamonaviy texnologik loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, viloyatda Fransiya ishtirokidagi qo'shma korxonalar sonini ko'paytirish bo'yicha takliflar ilgari surildi. Muzokaralar yakunida tomonlar iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, investitsiyaviy aloqalarni faollashtirish hamda amaliy natijalarga yo'naltirilgan yangi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan o'zaro kelishuvga erishildi. Shu bilan birga Valid Fuk viloyatdagi oliy o'quv yurti hamda maktablar faoliyati bilan ham tanishdi.